Bugün Çistağa vatandaşlar. 2022 yıl o geçirinler. Kallam ne hakikaten sözleydiğin likseye gitip kaldı geçirinler. Bugün Çistağa 2024 yıl 1. ayının 3. günü yaptığı çarşamba vatandaşım. Endilikte sizlerge sözleydiğin sözümüz değil mi, mavzuyumuz değil mi? Bu mavzumu muhakeme kılmış sizler bilen bir şeydi hazır. Tayvan'da ötküzülüdüğün saylamda Cungo amili. Germaniya bilim hazinesi. Tayvan'da saylıqçılar Cungo Tayvan'ı mecburi birlik keltiremdi dep ensirashga başıldı. Mavzulu haber 2024 yılı 1. ayının 3. günü Amerika ovozning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Buna qaraganda bu mushu g'azna, masalan nima deydi ekan desangiz, bu g'azna Friedrich Naumann bilim hazinesi. Bular esa Shanghayda ekan, Hong Kongda qurilgan ekan, yashash tarmoq tashkiloti bor ekan. Hozir Hong Kongning vaziyati boshqacha bo'lib ketganligi uchun bular qaytib Germaniyaga bir. Buna qarasam bu xabarni yoki shu maqola yozganlar sal yosh bolalardek 20-25 yoshlar atrofida yosh bolalardek qildi. Nima shunday deysan desangiz vatandosh? Hozir bu Friedrich Naumann bu tashkilot yoki kishilik huquq, xalqaro tadqiqot ishlari bilan shug'ullanadigan bilim hazinesida nima debdi desangiz, bugun Tayvanlik saylovchilar saylam biletini Demokratiya taraqqiyot partiyasiga tashlasa, bu mustaqillik uchun tashlagan bilet bo'ladi yoki mustaqillikni qo'llagan bilet bo'ladi. Agar mush kunda Tayvanda saylovchilar oldimizda 1. ayning 13. kuni qo'lidagi biletni saylam biletini Gomindanga tashlaydigan bo'lsa, bu demak Jungo bilan Tayvan o'ttirisidagi birlik keltirish masalasi yoki Gomindang bilan Kompartiya birlik keltirish masalasini o'ylashadigan va shuni qo'llaydigan bilet bo'ladi deydi. Ana shunday qilamda vatandosh. Bu shunday oshkor bo'lib ketyapti bu qatam. Hozir Tayvan masalasi, Tayvandagi saylam masalasi Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'ngil bo'layotganligi to'xtaldik. Yaponiyaning ko'ngil bo'layotganligi to'xtaldik. Anadaki buning Jungo'ning hadab ko'ngil bo'layotganligi ustida to'xtaldik. Bu shu yaqindan beri 2 kundan beri Tayvan bo'g'zidan Jungo'ning aloqa josuslik shari bor, Amerika va tavalligiga tajovuz qilib kirgan. Şu casusluq şari 2 qatim Tayvan bo'g'zi Tayvanning osmonidan, juma. Tayvan osmonidan bo'shlig'idan uchib o'tgan gap. Endi yurakli, qop yurakli shu darajaga yetgan gap. Yoki tahdid, yoki shu darajaga yetgan gap. Buni Tayvan tarafdan, davlat mudofaasi tarafdan inkas qaytamiz sabab saylam davrida. Hozirlik gapimiz qaytib kelaylik. Gomindanga bilet tashlasa Tayvan Jungo'ga birlikka keladi. Jungo, Gomindang, Jungo, Kompartiya ikkisi birlashib Tayvanni birlikka keltirdi. Hozir shunday vaziyat mavjudmi? Arliqda men sizlarga Tayvan Gomindang partiyasining Mao raisi Beijingni ziyorat qilishga ketdi. Ziyorat qilib keldi degan bir xabarni aytgan edim. Men sizlarga bir xabar yetkazgan edim. Shuningdan qaraganda bu yerda nima ish bor deb savol qo'yamiz siz bilan biz vatandosh. Hozir Germaniyaning bu bilim hazinesi nima deydi? Hozir Tayvan bo'g'zidagi masala Tayvanni birlikka keltirish masalasi emas. Ya'ni mandaq jumla vojimi? Tayvanni birlikka keltirish masalasi emas, balki Tayvanni majburiy birlikka keltirish masalasi debdi. Germaniya bilim hazinesi. Yani Xi Jinping'nin tünügen yanışıl birleştirmesinde sözlegen sözü Tayvan'ı birlikte keltiriş yoki Jungo'ni bu vatanni birlikte keltirish tarixiy muqarrarlik. Magepning o'zi salmoq jihatdan söz iborni salmoq vazni jihatdan qo'pollashib kelayotgan bo'lsa, eg'irroq kelayotgan bo'lsa, bu yerda nima gap bor? Masalan, G'arb matbuotirim tahlil qildi-ku. Nima demek ki Xi Jinping degan yerga elib keldi o. Mesela biz bu yerda shunaqa deb qo'yaylik. Mayli, sen biletni saylam biltini Demokratiya taraqqiyot partiyasiga tashla. Uning mustaqillikni davron qila olishini atayin. Mening siyosat maydonim dema. Mayli, sen saylam biletini Gomindang partiyasiga tashla.
Onun hazır Cungo bilen birleşip kitimen diyelişin atay. Vatandaş, dünyada vaziyet deyimiz, vaziyette bir ramkı buludu. Bu ramkını biz şundak bir perez kılıp tasvirlep bakaylı. Xitayninki ideologiya sahasida son vakındaydigan bir kinova, son vakın 70 qitim mullaq etip bir alqandan chiqib ketemmaydi. O alqan kimning alqini? Sakyamunning alqini. Rodayfu deydi Xitoycha Sakyamunning alqinidan son vakın sakrab chiqib ketemmaydi. Şoňa men deymanki, Sakyamunning alqinidan chiqib ketemmaydi. Gomindan derhal Cungo bilen birleşimen dep Sakyamunning alqinidan chiqib ketemmaydi. Demokratiya Taraqqiyot partisi saylanıp qalsa men derhal mustaqillik jakarlayman dep. Dünyavi belgilengen vaziyet ramkisi ilgisi var cahan bu vatandaş. Şuna men muşu noktada Germaniya bu bilim hazinesi mesela Friedrich Naumann bilim hazinesi sen aldırap hüküm çıkardı mı ya ki muşundak bir ciddilik var mı dep sizden aldığınızı koyuşun muhakeme kılıp bakın demektir vatandaş ya. Çünkü keyfiyattan karşınız başkaça. Ben ötkeni sizge birini mi dedim? Tayvan'da bulup ötken 1996 yıldan tatip hazırlısı bulup ötken her kandak sayılamda Amerika Koşmuş Ştatları hiç kaçan aşkar gep kılgan emez vatandaş. Mani okta kırap durun yana. Yazmıda keldik, oturan keldik 11. ayının 14-18. günüdük ötken jili San Francisco yığında Prezident Joe Biden Reis Xi Jinping'e doğrudan doğru etti o Tayvan'ın sayılımıga arlaşıkçı bulmadı. Deki Reis Xi Jinping Prezident Joe Biden'a iltimas kılıp nem dedi ben birlikte keltürümen Tayvan'da siz kollan dedi. Gep sözler bu şu derecede boldu değil. Hazır Tayvan ciddiliki Tayvan sayılmadın etkanda mesela Tayvan'dan muş yakından bakın 4 yıl. Kiyinki 4 yıldan birike vaziyet yaki halkarağı yüzlünüş, dünyayı yüzlünüş, Amerika bilen münasebetini saklaş, Amerika-Tayvan münasebetini yukarı götürüş müşnakta etkanda bu vaziyet başkaça vaziyet idi. Hazır en müşeye yetip gelgende Tayvan sayılamadı Cungo amili. Mesela Germaniya bilim hazinesining aytishicha Tayvanni Cungo mecburi birlikka keltiremdi. Çünkü bir yerda hazır Tayvanni birlikka keltirish degan mesele unda oddiy mesele yok. Bu yerda faqat Tayvanni mecburi birlikka keltirish degan mesele o'tirg'i chiqyapti. Germaniya bilim hazinesi shu narsa o'tirg'i qo'yyapti. Bu yerda mecburi bo'lganda nima? Ya'ni tinch yo'l bilan bo'lsin, mecburlash qaysi shaklda bo'ldi? Mesela askeri kısımları, harbiy kısımları işletemeysen hazırki vaziyette. Onda olsa qaysi yo'l bilan Tayvan xalqini qanday majburlab sen Kuomintang partisini saylaydigan va shu orqali Tayvan bilan Cungoni birlikka keltiradigan ishni o'rlab ketalishi mumkinmi vatandosh? Biz tushungan harbiy ishlar dedik, Amerika tamomlab bo'ldi dedik mana. Hozir butun endi Tinch okean rayidi va sheriklar hamkorlashuvchilar ve üzerinde hemkarlaşıp duran devletlerle harbiy hemkarlıkni o'rnatib bo'ldi, tamamlab bo'ldi. Yoki mushu devletlerge mesela Avustraliyaga, Yaponiyaga, hatta Filippinga harbiy kuch o'rlashtirib bo'ldi deydi. Mana bu gap og'ir gap. Cungo tahdid bilan taqobil turish. Cungoning harbiy popozitsiyasiga harbiy kuch bilan taqobil turish. Maksat Amerika'nın birden bir maksat tokunuştan saklanish. Bu Amerikalıklar için Amerika'nın ortak siyasi digendi mi? Hazır Prezident Joe Biden'dan Cungo qaratgan siyasi Tayvan boğazıda tokunuştan, Janubi dengizi tokunuştan, Filippin bu yerim aral tokunuştan saklanish. Şuna 11. ayda ötkazilgan yig'inda shuga o'rtadagi talash tortishlarni, munozara va boshqalarni pasaytirish, tokunuştan saklanish. Bırakazıya Germaniyanın bu söz boyunca aytganda Germaniya bilim hazinesinden Kolpski vatandaş Kuomintang'ı bilet taşısan demek Cungo bilen birleşini qo'llagan bo'lsan. Tayvan'da Demokratiya Taraqqiyot partisi bilet taşısan demek Tayvan'ın mustaqilligini qo'llagan bo'lsan.
Bu bir oddiyla hüküm şekliga kirib qapti. Lekin shundoq bo'lsin, birini digili bo'lmaydi deb shundoq bir hukm qilaylik siz bilan biz. Shundoq oddiy emas-da, vatandosh, ha? Shundoq oddiy emas-da. Bunda ikki lagerga bo'linib ketsa, masalan, birlashish va mustaqillik bu ikki hukum shakllik lagerga bo'linib ketsa Tayvanning vaziyati jiddiyleşib ketgan bo'ldi, vatandosh. Buni qandoq muomala qildi xalqaro jamiyat va qandoq muomala qildi munosabatlik davlatlar Amerika Qo'shma Shtatlari, Jungo, Yaponiya. Ondan Tayvandagi ikki partiya, hozir 3 partiya, Kovinjening partiyasi aytgan 3 partiya saylandi raqobatda. Endi bu bugun 3 kun bo'lsa 10 kun. 10 kundan keyin Tayvanda boshlanadigan saylam hech qachon Tayvanda saylam bo'lib, biz buna diqqat qilgan emas-ku vatandosh, shunaqmi ya? Hech qachon. Bu qatam biz Tayvan to'g'risida ko'proq so'zildik, chunki matbuot tor betir Tayvan to'g'risida gaplaraq chiqyapti vatandosh. Mana tunigin aytdik, Amerikaning Jungo siyosati oldimizdan qaytadan belgilanadi dedi. Buning ichida xalqiliq masala sodada e'tibor berish, siyosatni amaldan qoldirish. Bunun için aytganda Jungo demek iqtisodiy qon tomiridan uzilib qoladi degan gap. Bugungi Jungo ne? Dollar harcaydigan Jungo ne? Amerika Qo'shma Shtatlarining sodda e'tibor berish siyosati shu holga keltirgan edi. Endi qarang, boshda aytdingiz, 187 bankda qoldi. 220 ming ishchi. Ma bugungi alomati juma. Tunigin takrorlagan gaplar banka degan o qoldi, shu pet qoldi, shu xabar sababiyle shu yerda qoldi. Ama bankalarning yurishi vaziyati to'g'risida yangi xabar bugungi. 187 bankda qoldi. Buningga munosabatlik 220 ming ishchi qisqartildi. Bugungi Jungoning amaliyati. Vatandosh